بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على زيارة العمرة. الحمد لله على زيارة البيت الله. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. Yeryüzünü to'ldirgan to'p gunohlarimiz bilan seni baytingga mehmon bo'lib turibmiz. Allohim ko'targan bu qo'llarimizni bo'sh qaytarmagin. Allohim dini islomga quvvat bergin. Musulmon bandalaring barchalarimizga omad bergin. Ya Rabbal alamin, o'zingni baytingga mehmon bo'lishlik sharafini o'zing nasib etding. Mezbonlarni eng mehriboni, eng go'zali, eng haqiqiy mezbon o'zingsan. Mehmonlarni eng sharaflisi, eng obro'lisi bu seni mehmonlaring. Ya Rabbal alamin, Allohim o'zing gunohlarimizni kechirgin. Onadan tug'ilgan go'dakdek poklagin. Allohim yurtimizga sog' salomat gunohlarimizdan poklanib qaytishligini nasib etgin. Ya Rabbal alamin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishlik bizga nasib etmadi. Ya Rabbal alamin, seni ko'rmasakda, rasulingni ko'rmasakda, seni rasulingni, baytingni Allohim yaxshi ko'ramiz. Allohim mana shu muhabbatimiz haq hurmati, shetda turib qilgan ibodatlarimiz haq hurmati, mana bundoq ulug' buyuk baytingni haq hurmati ya Rabbal alamin gunohlarimizni kechirib, o'zing ahvollarimizni isloh qilgin, dini islomda sobit qadam qilgin. Ya Rabbal alamin, bemorlarimiz bor, shifo bergin. Barcha bemorlarimizga shifoi komil, shifoi tamma bergin. Ya Rabbal alamin, farzand talab bandalaringga solih farzandlar ber. Ko'zlarini quvontir. Ya Rabbal alamin, juft halol talabida bo'lgan bandalaringga solih juft halollar nasib etgin. Ya Rabbal alamin, mushkuli borlarni mushkulini oson qilgin. Hojati borlarni hojatini ravon qilgin. Qarzdor bandalaringni qarzlariga najot bergin. Ya Rabbal alamin, mana shu tashkilot Saxovat Travel firmasidagilarni Alloh tan jonlarini salomat qil. Muhtaram Ellikboshi ustozlarimiz, qorakamiz, Bahodir qorakamiz, Jamshid hojakamiz barchalarini Alloh ikki dunyo aziz mukarram qilib, jannatda jamolingni beparda ko'radigan bandalaringdan qilgin. Ana ularning safida turib bizlarga ham jamolingni beparda ko'rishligini nasib etgin. Qiyomat kunida ya Rabbal alamin, bu bandalaring bizlarni xursand qilgan edi, Ka'batullohlarni ushatgan edi, o'zlari yordam qilgan edi ya Rabbal alamin, tavof qildirgan edi, umra qildirgan edi deb Alloh huzuringda guvohlik berib birgalikda